Jurnalistlar bir-birsine İngiliz bire turgan so'rov nindi? Voy, sizde gonorarlar ko'pmi? Sizde xizmat haqqlari ko'pmi? deb so'raylar. Ol tilini bilmovchi kishilar, marginallar, manqurtlar so'zi bo'lar. Blogerlar. Yoshlar hozir bizni qarasa, yoshlar miyiq ostidan kulib qo'yashaqlar. Ikki durab o'tira aql satib deb. Ildar Obay savsiyam ortda qolgan ekan deb. Ham mana shul endi aytir fikrlarim bo'lsa ustab jibar. Yo'q, men bunda sening yonida so'zsiz qoldim hatto. Obtirab. Xayrli kun do'stlar. Qiyomatlar qizdira topshiruvini boshlaymiz. Ildar, bugun kimlarni qizdiramiz? Bugungi chiqarilishda biz o'zimiz qizdirsak kerak, kollegalarni da, chunki so'z narsa turida bora til boyligi. Bizning tatar tili shoxti boy deb söylashamiz, ham bu bo'sh so'z tugul, shundan da shulay. Tatar tilida narsa endi, so'zlarda bek oz bitindi, so'zli sostavida boy tugul bitindi degan kishilarga ishonmag'iz. Ol tilni bilmovchi kishilar, marginallar, manqurtlar so'zi bo'lar. Blogerlar, qo'rqmish aytmali blogerlar. Tilimiz bizning shoxti boy, ham ol eng birinchi narsalarda chog'lar, sinonimlarda. Mana jurnalistlar bir-birsine İngiliz bire turgan so'rov nindi? Voy, sizde gonorarlar ko'pmi? Sizde xizmat haqqlari ko'pmi? deb so'raylar. Anысы shulay, yozib o'tirgan vaqtda ijod etganda, mana sen de yozasan, men de yozaman. Mana yozganda, ijod etganda, mana bu so'zni ikkinchi turli nechik aytib bo'lar ekan deymiz. Chunki biror temaga yozamiz, ham bir so'z qabatlana boshlaydi, yo'lunda to'ydira. Shunga ko'ra uning sinonimini izlay boshlaymiz, ham boshni ko'taramiz-da biz bir-birimizdan sinonim so'raymiz. Tegi so'zning sinonimi bormi? Bu so'zning sinonimi nechik deb so'raymiz. Shundan da shulay. Tilimiz eskitkish boy, allani qadar sinonim, ya'ni ma'nodash so'zlar uchraydi. Ham bunda shunisini aytishga kerak, teoriya ravishida mana sinonimik rad degan so'z bor. Ya'ni shul ma'nodash so'zlarni, egizak so'zlarni butunisi bir yanasha tomirdash so'zlarni tizib qo'ysak, shularning butunisi mana shul sinonimik rad bo'ladi. Ularning birsigina shul ma'noni anglatadigan eng top so'z, ul dominant so'z deb ataladi. Masalan, vaqt. Vaqt degan so'z dominant so'z. Ham ular yonida sinonimlar ketayindi. Mizgil, dam, farsi so'zi bor shunday. Moment, ora. Qoyarada bo'ldi bu deymiz. Mana esa ne qadar sinonim. Bu men bilganlari, balki siz tag'inda ko'proq bilsangiz, vaqt degan so'zga sinonimlarni rahim etingiz, keltirib aytasiz. Kommentariyalar ravishida siz uni yozib qoldira olasiz. Menim berida o'zim bilan daftarimni olib keldim. Mana bu 9-sinfda o'qiganda boshlagan redaktor daftari bo'lib chiqqan. Men o'zimda bilmicha shuni yozganman. So'z boyliqlari, turli ko'chirilmalar, sitatlar, uzumtalar, nasalagina yo'q, datalar da bor. Hayron qoldin bu, aymi? Hayron qoldim, u vaqtda shunday aqlli kishi bo'lgan endi. Mana yashav degan so'zga muhtaram jamoat, sinonimlar aytib o'tayman men. Tilimiz boy tugul degan kishilarga. Turib turu, umr itu, umr sürü, umr kişiru, tiriklik itu, kun itu, tiriklik qulu, kun kuru, kun kişiru, kun o'tkaru, dunyo kutu, dunyo quvu, dunyo kishiru, kishinu, turmush itu, turmush kutu, turmush olib boru. Ham tag'in bir mening endi bugungi kun yuqorilig'idan izlab topgan so'zim davron sürü. Bu elekiga shul idegay dastanlarında oshirib turgan burungi so'zi davron sürü. Mana bit nihadar motor so'zlar. Tag'in bor, turma degan so'z bek o'rinda kelishli tuguldir, lekin u bit dunyoda bor, ham biz uni qo'llanamiz. Zindon, qazamat, vastrok, hibis, temirshitlik, hammani so'nggi vaqtda o'ylab topgan tosh qopchiq. Tosh qopchiqda bu endi frazeologik. Tosh qopchiq biz o'qiganda beriladi. Qora hayron bu qo'lin kitobini ko'rsatib ketgan, mana kitob etib balkim chiqargan kerakdir. Bu redaktor daftari menimda aytambek shunday nayrlarni men yozib olganman, ham umuman kengash etar edim kollegalarima shunday redaktor daftari ul bo'lurga tegish. Ildar Obay aytadi, xatiringda bo'lsa, bozorda ishitasizmi, tega opang nechik deb aytadi, bu opang nechik deb aytadi, mana ilib qo'ying'iz, turtib qo'ying'iz, yozib qo'ying'iz, qachondir kerak bo'ladi. Mana Allohning rahmati kerak bo'ldi. Yoshlar hozir bizni qarasa, yoshlar miyiq ostidan kulib qo'yashaqlar. Ikki durab o'tira aql satib deb. Ildar Obay savsiyam ortda qolgan ekan deb. Internetda borish endi ol deylarmi? Hozir bitindi jurnalist intervyuga borganda da ruchkada tutib bormay. Intervyuga borganda anысы aybat, lekin mana o'zingning boylig'ing bo'lishi kerak. Menga voqea unutmayman, zamonalar nechikina bo'lsa-da, u bizga berilgan saboqlar, ular ma'noli, kerakli, o'rinli ham klassik saboqlar. Rozalina Nurulina aytaylikmi, Rozalina Mardanova aytadi. Mana siz qoyada bo'lsa ishlasangiz, jurnalist bo'lib, matbuot organidami, radiodami, televideniyada, mana bundan har kunni narsadir olib tomoshaga beriga tegish bo'lasiz deydi. Asıl so'zlar bo'lgan bit, aqlli so'zlar. Ham bu shundan da shulay. Praktik ravishda ishlagan vaqtda shunga inanasan. Tag'in narsa aytasim kelar sinonimlar turida jamoat, sinonimi bo'lmagan so'zlar bor.
Ондайлар да бар, әйме? Сен бар, исеңә төшерә аласың берәрсен. Bir künde gene bizning kollegalarimiz bilan qon degan so'zga sinonim izladik. Mana bunda dey qon degan so'z ko'p qo'llaniladi bir xizmatdasha biz aytamiz. Tabiiy hali dey. Topolmadik. Qon degan so'zning sinonimi yo'q. Men endi tiriklik sıyıqchasi deb aytganim bek to'g'ri kelib, men eshikdir anglashilmaydi. Qizil suvda botmaydi. Qizil suvda tugul. Zapas. Demak, ko'rasan mana shunday sakrovenniy deb aytganda kishining o'zining turmushina, nega xos bo'lgan ayollarga sinonim topib bo'lmay turadi. Ya'ni, masalan, quyosh. Qo'yan topib bitirasan. Quyosh topiladi hali. Zapas degan so'zning masalan sinonimi yo'q, qonning yo'q, havo so'zining sinonimi bek siyrak. Kun degan so'z bilan alishtirib bo'ladi, masalan, havo turishi ravishida kelsa, ali. Sulush degan so'zning masalan tin degan varianti bor. Tin. Bitti, bütün so'zlari yo'q. Hem mana shu endi aytar fikrlarim bo'lsa ustab jibar. Yo'q, men bunda sening yonida so'zsiz qoldim hatto. Obtirab. Endi alaysa bizning qarovchilarimizga lifehack aytdik. Tilimiz bizni shaqti boy. Mana bilir uchun boyligini anglar uchun so'zliklar bilan do'st bo'lishga kerak, adabiy asarlar o'qirga ham sinonimlar so'zligi bor. Hech shaksiz mana bu sinonimlar so'zligi jurnalistning matbuot ülkəsində ishlovchi, bizning ülkədə ishlovchi har kishining ustiga kitobi bo'lirga tegish, yonida bo'lirga tegish. Ham tag'in bir yaxshi kengash o'zimizning ustozimiz, o'qituvchimiz Rafaeloviy Mustafin marhum ruhi shod bo'lsin, bizga kengash aytaydi. Mana she'r yozig'iz deydi. Yozig'iz she'r. She'r yozuv sinonimik boylikni, tilning boyligini orttiradi. Ham bu shundan da shulay. Ultagi ruslar aytganda stol deb o'zingiz uchungina yozatirgan she'rlar bo'laydi. Uni yozib bitirgachda Ildar she'r yozarga qo'shdi deb manzara topshirgan ya Idil jurnalına ko'tarib kelib majburiy tugil. O'zingiz uchungina saqlab. Sizda yo'q. O'qirmiz birgalar. Qararmiz deydi. Ayy. Alaysa Idil jurnalına keligiz. Olığız, o'qig'iz, yozig'iz, ijod etigiz. Hammalar mana shulay turib dunyo ko'rishga da mumkin. Bizning betinde she'r yozarga undavimizning asl maqsadi tilni sinonimik rat bilan boyitu. Hem boy til bilan yozilgan bir natijalarga bo'la, effektliroq, uni o'qiylar, yaratalar, qorilar. Demak, uning natijaligi da zo'r bo'la. Mena hozir menda bir so'zgina fikrgina aytib ketasim kela. Menda Ildar aytdi, nishik bo'lirga tegish. Nishik bo'lirga, nishik bizni o'qitganlar shulay bo'lirga tegish. Ammo turmush butunlay boshqasini ko'rsatadi. Hozir endi zo'r tekstlardan jurnalistlarni qo'sharga qo'shalar. Undiylar jurnalistlarni zo'r tekstlar yozmasqa, qisqa fotolar bilan ko'proq bezaklarga, shunga ko'ra qo'ybir Ildarning fikrlari seyrda yangirar yoshlar qulog'ina. Ortodoksal ravishda, lekin ipi pishirmicha, pryanik pishirib bo'lmaganini esda tutamiz. Sizga qadar bo'lgan merosni bilib, ijod etmicha, tortda pishirib bo'lmay, pryanikda pishirib bo'lmay, boshqa qora ipi pishirishga o'rganishga kerak. Shunga ko'ra o'rganish yo'lida bunisi da bek lozim ham maslahat. Men narsa aytasim kela, bu bizning darslar, bu saboqlar bizning til bilan chinnab da shug'ullanirga, yoratib shug'ullanirga tilovchilar uchun. Bugungi topshiruvimiz tamom, ishoning bo'liq. Kelasi uchrashuvlarga qadar.